Giroylar biz bilan bitta shaharda, bitta rayonda, mana shu Bekobodimizda yashab yurishibdi do'stlar. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz yangi loyihani yo'lga qo'yyapmiz, xudo xolasa. Xohlasangiz podkast deng, xohlasangiz intervyu deng. Biz mehmonlarni chaqiramiz, mehmonlar bilan suhbat quramiz. Siz azizlar uchun qiziq bo'lgan savollarni mehmonlarimizga beramiz. Siz azizlar uchun qiziq bo'lgan mehmonlarni chaqiramiz. O'rtoqlar, birinchi mehmonimiz Kaminay Kamtarin Abror. Siz nima savol bermoqchi bo'lganingizni izohlarda yozasiz. Izohlardagi top 10 ta yoki 15 ta savolni qiziqligiga qaraymiz. Eng qiziq savollarni olamizda, o'sha savollaringizga javob beramiz, xudo xolasa. Endi o'rtoqlar, sizlarda ajoyib возможность deysizmi, sharoit deysizmi paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Siz qiziqqan insonlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun bizni videolarimizni izohlarida o'sha insonlarni atmetka qilib qoldirasiz. Eng ko'p atmetka bo'lgan odamlarni taklif qilamiz. Qaysi birlari taklifimizni qabul qilib kelishsa, o'sha inson bilan suhbat quramiz, xudo xolasa. Bizni bu podkastimizda sponsori Billur mahsulotlari bo'ladi. Bu sponsorimizdan kelgan mehmonlarimizga ajoyib sovg'alarimizni beramiz. Endi o'rtoqlar, biz shu bilan bir qatorda sponsorlarni ham taklif qilamiz. Kim o'zini mahsulotlarini reklama qilmoqchi bo'lsa, bizni podkastlarimiz orqali, bizni roliklarimiz orqali bizga o'zini mahsulotlarini beradi. Kelishgan holda biz o'zimizni mehmonlarimizga ularning nomlaridan ham chiroyli ajoyib sovg'alarni tuhfa qilamiz. Albatta sizlarni aql va zakovatlaringizga suyanamiz do'stlar. Sizlarni nimaga bunday ma'noda gapiryapmiz? Chunki shunaqa insonlar bor, u qaytlardagi odamlarni atmetka qilishi mumkin. Bizga kerak emas. Giroylar faqatgina Amerikada yoki faqatgina Amerikani kinolarida mavjud emas. Giroylar biz bilan bitta shaharda, bitta rayonda, mana shu Bekobodimizda yashab yurishibdi do'stlar. Misol uchun 10 yillar davomida bitta yo'nalishni ushlab turib, o'sha yo'nalishni rivojlantirib pikiga olib chiqqan odamlar bor. Shunaqa odamlarni ko'pchiligimiz tanimaymiz. Lekin u odamlar haqida gapirish kerak. U odamlarni xalqqa ko'rsatish kerak. U odamlarning mehnati, u odamlarning mehnatini samarasi, u odamlarning mehnatini bizga bo'lgan yaxshiligi, bizga bo'lgan foydalarini haqida gapirish kerak do'stlar. Ularni ko'rsatish kerak odamlarga.